birinchi masala. Tarkibida 8% begona qo'shimchalari bo'lgan 200 gram xalkoprit minerali kaliy permanganat eritmasi bilan oksidlandi. Demak, sulfat kislotali muhitda ekan. Demak, reaksiyani yon ko'rinishi berilgan. Endi keyingisi, demak, oksidlanish qaytarilishi reaksiyasidan hosil bo'lgan sulfat tuzlari ajratib olinib, suvda eritildi va 5301,4 gram eritma tayyorlandi. Ushbu eritma elektroliz qilinganda elektrolitlarda faqat metallar va kislorod hosil bo'ldi. Elektrolitlar eritmadan chiqarib olindi. Eritmada esa kaliy sulfat, sulfat kisloti va suv qoldi. Elektrolizdan keyingi eritmada kaliy sulfat dissotsiyalanishdan olingan ionlar miqdori dissotsiyalanmagan tuz molekulalaridagi atomlar miqdoridan 6,8 molga kamroq. Demak, birinchi sharti ushbu oksidlanish qaytarish reaksiyasini diğer reaksiyalar usulida tenglang. Demak, bu masala ham 2025-yil 4-oktyabr milliy sertifikat savoli deb hisoblanadi. Demak, ko'p Telegram kanallarda uchrashingiz mumkin. Demak, bu masalani hozir ishlaymiz va undagi ikkita jiddiy kamchilikni ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu masala matematik jihatdan zo'r, mukammal, ideal, sonlar zo'r tanlangan, ammo kimyoviy jarayonlar juda qo'pol ravishda buzilgan. Demak, bu narsani yechish jarayonida shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Agarda bu masala, demak, A level masalasi bo'lganda edi, demak, uni A level ekspertlari buni inkor qilib tashlagan bo'lardi, noilmiy masala deb. Demak, yechishni boshlaymiz. Demak, birinchisi, demak, nima qilamiz? Reaksiyani tenglashtirishimiz kerak. Demak, reaksiyani yarim reaksiyalar usulida tenglashtiring degan. Shu uchun, demak, yarim reaksiyalar usulida tenglashtiramiz. Demak, biz F2 demak, bu suv qo'shiladi yo'q, shu uchun ozgina joy tashlab qo'yaylik. Nimalar hosil bo'lgan? Bu elementlardan qaysi ionlar? 2+ ioni, F3+ ioni plus SO4 2- ioni hosil bo'lgan. Endi kislorodlarni tenglashtirish uchun bu yoqqa nima qo'shamiz? H2O qo'shamiz. Endi bu yoqqa oltin guruhlarni tenglashtirish uchun 2 qo'yish kerak. Demak, vodorodlarni tenglashtirish uchun H+ qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi bu demak 8 ta bo'ldi bu. Demak, bu 8 bo'lishi kerak endi. Demak, bu necha bo'lib qoladi endi? 16 bo'lib qoladi. Endi zaryadlarni ko'ramiz. Demak, bu yo'q zaryadi 0 ga teng. 8H2O shuni to'g'ri yozaylik, keyin o'qimay bitiramiz. Demak, plus 8H2O. Demak, zaryadni hisoblaymiz endi. Bu 5. Demak, bu -4. Demak, 1 bo'ladi. Demak, bu 1 ga 16 qo'shsak 17 bo'ladi. Demak, bu yo'qga 17 y bo'ladi 0 bo'lishi uchun. Endi ikkinchi manganezni, -O4 ni, permanganat ionini ko'ramiz endi. Demak, O4 minus nima hosil bo'lgan bundan? -2+ hosil bo'lgan. Endi nima qilish kerak? Kislorod tenglashtirish uchun bu yoqqa suv qo'shishimiz kerak, bu yoqqa vodorod ionlarini qo'shishimiz kerak. Endi tenglashtirsak, demak, bu 4 bo'lar ekan. Demak, bu 8 bo'lishi kerak endi. Endi zaryadlarni ko'ramiz. Demak, bu yo'q zaryad 7 bo'ldi, bu yo'q zaryad +2 bo'ldi. Demak, bu yog'i, demak, 5y qo'shsak tenglashadi. Endi bu elektronlarni balans qilishimiz uchun buni 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Buni 17 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, buni 5 ga ko'paytirsak nima bo'ladi? 5 plus bu 40 bo'ladi. Demak, bu yana 5 minus 2 plus 5 F3 plus 10 SO4 2 minus plus 80 H plus. Demak, tamam. 80 bo'ladi, H plus bo'ladi. Endi buni 17 ga ko'paytirsak, elektronlarni yozamizmi? Ha, elektronlarni yozaylik. Plus 85 ko'paytirsak 17 ga 85 y bo'lar ekan. Endi buni 17 ga ko'paytirsak, bu ham 85 y bo'ladi. Elektron balans bo'ldi. Demak, plus ana endi. Demak, buni 17 ga ko'paytirsak, 17 nima bo'ladi? -O4 minus bo'ladi. Plus, demak, 17 ga ko'paytirsak 56, 136 H plus bo'lar ekan. Demak, buni 17 -2 plus demak, bu 4 bo'lsa 68 H2O bo'lar ekan. Endi bu ikkovini qo'shib olsak, demak, mana bular ketadi. Demak, mana bular suv
40 ta, bu yoqqa 68 ta, bu yoqqa 28 ta qoladi. Bu 136 ta, bu yoqqa 80 ta bo'lsa 56 ta qolar ekan. Demak, shularni yozamiz endi. Mis demak FS2 plus 40 H2O demak 5 mis 40 H2O emas, demak bu necha bo'lib qoladi? 28 bo'lib qoladi. Bu yoqqa yo'q ekan nima H. Bu yoqqa-ku. Demak buni bu nimalar bo'ladi? Plus 17 mini 14 minus plus demak 136 bo'lsa, demak bu bilan farqi demak 56 nima bo'ladi? H plus bo'ladi. Endi bu yo'g'a demak 5 mis 2 plus 5 F 3 plus demak plus nima bo'ladi? O'yin SO4 margarin yozaylik oldi 17 mini 2 plusi plus 10 SO4 2 minusi endi suv demak 28 demak plus 10 SO4 2 minusi plus nimada 28 H2O. Ana endi demak birinchi sharti bajarildi. Demak oksidlanish demak tengladik mana. Endi buni molekulyar ko'rinishda ham yozishimiz mumkin xohlasak. Ya'ni molekulyar ko'rinishda ham yozaylik. Demak asosiy tenglamamiz bor bu bo'ladi bizning SO4 2 minus. Shuni chiroyli yozmasam ko'nglim to'lmadi. Demak nima bo'ladi? 10 SO4 2 minus. Ana endi bu yerda. Demak bu 28. Endi molekulyar ko'rinishga qanday qilib yozamiz? Demak bu kaliy permanganat, demak bu sulfat kislota, bu mis sulfat, bu temir demak 3 sulfat bu margarin sulfat, bu kaliy 2 SO4, kaliy sulfat, bu suv esa. Endi ana buni demak o'zini yozsak, demak 5 demak nima bo'ladi? Mis FS2 plus endi buni kaliy permanganat qilib yozsak, bu ham 17 kaliy mini O4 bo'ladi. Plus ana endi bu sulfat kislota bo'lsa agar demak nima bo'ladi? H2 SO4 bo'ladi. Demak bularni vodorod ionlari tenglashishi uchun balans bo'lishi uchun 28 qo'yamiz bu yerda. Endi bunisi demak 5 nima bo'lib qoladi endi bu? Mis sulfat bo'lib qoladi. SO4 plus demak 5 endi 5 emas bu. Hozir bitta yozaylik, keyin ko'riladi bu. Nima bo'ladi? F2 SO4 3 bo'lib qoladi. Demak bu nima bo'ladi? Endi 5 tasini keladi. Temir ionlar balans bo'lishi uchun. Plus demak yana 17 mini SO4 ni o'zi bo'ladi. Plus ana endi kaliy sulfat yozsak, demak bu nima bo'ladi? Kaliy 2 SO4. Demak SO4 lar ko'p bo'lgani uchun e'tibor qaratmaymiz, kaliyga qaratamiz. Demak bu yoqqa kaliy qancha edi? 17 mol edi. Demak bu yoqqa 17 mol bo'lishi uchun 17 tasini 2 bo'ladi. Demak plus bo'ladi. Endi 28 H2O bo'ladi. Demak ana endi hammasini 2 ga ko'paytirib yuborsak, endi yozaylik 10 FS2 plus nima bo'ladi? 34 kaliy mini O4 plus 56 H2 SO4 10 mis SO4 plus 5 F2 SO4 3 F2 SO4 3 plus demak 34 mini SO4 plus 17 kaliy 2 SO4 plus 56 H2O. Mana molekulyar tenglamasi. Endi buni biz molekulyar tenglamani emas, ion tenglamani ishlatamiz. Demak molekulyar tenglama bilan ishlashga ozgina hisob-kitobni ko'paytiradi. Bu bilan elektron balans bilan ko'p narsani osongina topsa bo'ladi. Endi keyingi shartni boshlaymiz endi. Keyingi shart nima edi? Xalkopiritning oksidlanish jarayonida demak sarflangan oksidlovchi va kislota massalarini toping. Endi buning uchun oldin nimani xalkopiritning molini topib olishimiz kerak. Oldin massasini topaylik. M demak mis FS2 demak barobar nima 98% edi. Demak 0.92% xalkopirit ko'paytirilgan 200 bo'lsa, bu barobar bo'lib qoladi 184 gram bo'ladi.
Endi buni molini topamiz endi. Nimasini? Molyar massasi topamiz molini topish uchun. Demak, M demak Fs2 teng bo'ladi 64, bu ham 184 bo'ladi hisoblasak agar. Demak, n barobar nima bo'lib qoladi? 1 mol bo'lib qolar ekan. Demak, 1 mol haloqlik reaksiyaga kirishgan. Endi mana bular, demak, mollarni qo'yib chiqay. Endi bundan ishlash ko'p qiyin, cho'zilib ketgan reaksiya, bu qisqaroq, shuning uchun shuni ishlaymiz. Demak, bu 1 mol bo'lsa, mana bu necha mol bo'ladi? 3,4 mol bo'ladi. Qanday topamiz? Demak, 1 ni 5 ga bersak 0,2, 2 ga ko'paytirsak, nima bo'ladi? 3,4 bo'lib qoladi. Xo'sh, demak bu 11,2 bo'lib qoladi bu. Demak, bu yana 1 mol bo'lib qoladi. Bu yana 1 mol bo'lib qoladi. Demak, bu 3,4 mol bo'ladi bu ham. Yo'q, shart emas hozircha. Demak, ana endi birinchi nimani toping degan? Oksidatsiya sarflangan oksidlovchi. Demak, oksidlovchi kaliy permanganat, o'shani nimasini topish kerak? Massasini topishimiz kerak bo'ladi endi. Demak, M kaliy MnO4 demak barobar bo'lib qoladi. Demak, moli necha mol? 3,4 mol. Demak, 3,4 ko'paytirilgan. Demak, molyar massasi permanganatning 158. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi. 537,2 gram bo'ladi ekan. Endi sulfat kislotani molini topamiz. Demak, M H2SO4. Yani molini aniq bu, massasi topamiz. Xo'sh, demak, buni vodorod ionlari necha mol bu? 11,2 mol. Demak, bu H2SO4 bo'lgani uchun, demak, bu qancha bo'lib qoladi endi? 5,6 ko'paytirilgan 98. Demak, bu barobar bo'lib qoladi. 548,8 gram bo'lib qoladi. Demak, ikkinchi shart ham bajarildi. Endi uchinchi shartni ko'ramiz endi. O'zini joylaydi. Demak, elektrolizdan keyingi eritmadagi sulfat kislotaning, demak, foiz konsentratsiyasini toping deyapti. Elektrolizdan keyin. Demak, shartida nima degan edi? Demak, elektrolizda faqat, demak, metallar va kislorod ajralgan degan edi. Demak, bu 2. Demak, bunisi 1. Birinchisi qayerdan boshlangan? Mana bu. Yo'q, 1 edi mana. Demak, endi 3-shartni bajaramiz endi. Elektrolizdan keyin faqat nima chiqqan? Metal chiqqan va kislorod chiqqan. Demak, ana endi metallarni olgan elektronlarini topamiz. Demak, N, Y. Demak, qancha elektron olgan? Demak, N, Y. Xo'sh, temir, mis 1 mol bu, 2 elektron olgan. Shuning uchun 2 mol elektron oladi. Demak, temir 1 mol bu, 3 ta elektron olgan. Shuning uchun +3 bo'ladi. Marganiz 3,4 mol o'zi 2 ta elektron olgan. Shuning uchun bu 3,4 ko'paytirilgan 2. Demak, bu 6,8 bo'lsa, demak, bu 11,8 mol elektron olgan. Demak, metallar. Endi bu elektronlarni nima bergan? Kislorod bergan. Demak, kislorodni endi bundan molini topolsak bo'ladi. Demak, O demak 2 minus nima bo'ladi? O2 0 bo'ladi. Tenglashtirsak 2 qo'yamiz. Demak, 4 elektron farqi bor, 4 ga. Demak, ana endi bu nima bo'ladi? 11,8 mol bo'lsa, demak, buni 4 ga bo'lsak, 11,8 ni 2,95 bo'ladi. Tushunaymi? Ha, 2,95 bo'lar ekan. 2,95 mol vodorod ajralgan. Endi eritmaning massasini topishimiz mumkin. Demak, bu yerda, demak, dastlabki eritmaning massasi qancha edi? Demak, M eritma, demak, 2 ni topishimiz kerak-da endi. Demak, elektrolizdan keyingi eritma massasi topamiz. Demak, dastlabki eritmadan chiqib ketgan nimalarni aniqlashimiz kerak? Moddalarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, dastlabkisi 5301,4 gram edi. Endi minus nima chiqqandi? 1 mol nima chiqqan edi? Mis chiqqandi 64 minus 1 mol temir chiqqandi minus. Ana endi 3,9 mol nimada? Marganiz chiqqan 55 u minus 2,95 ko'paytirilgan. Demak, 32. Demak, bu kislorod. Demak, buni hammasi hisoblasak, bu 4900 gram eritma qolar ekan. Ikkinchi eritmamizning massasi. Endi buni nimasini topamiz? Nimani toping deganda? Sulfat kislotani massa solution toping degan edi. Demak, sulfat kislotani massa solution aniqlaymiz endi. Demak,
Endi sulfat ionlarini nimasini aniqlab olaylik oldin. Nima bo'ladi? Demak, sulfat ionlari, demak N, demak SO4 2 minus. Demak, temirdan, misdan 1 mol mis sulfatdan, demak 1 mol sulfat kislotasi bo'ladi 1. Endi temir, demak nima edi? Temir Fe2SO4 3 edi-ku. Fe2 demak SO4 3 edi. Demak, buni o'zi necha mol edi? Temir ionlari, demak Fe3 ionlar 1 mol bo'lgani uchun mana bundan qancha chiqib qoladi? Bu 3 ta bo'lgani uchun 1,5 mol, demak sulfat ionlari bo'ladi bunga. Plus ana bu o'zi 0.5 mol bo'ladi. Temir bilan 2 bo'lgani uchun o'zi 1 mollik temir ionlari. Bu 3 barobar ko'p bo'ladi, 1,5 bo'ladi. Demak 0.5 bo'lsa 1,5 bo'ladi. Demak plus marganezga ham barobar chiqadi bu. Marganezga ham qancha chiqadi bu? 3.4 mol edi marganez ham. Demak barobar bo'ladi. Demak 5.9 mol nima bo'ladi? Kislota hosil bo'ladi. Endi buni massa olishini topsak, H2SO4 demak barobar bo'lib qoladi. 5.9 ko'paytirilgan 98, demak kislotaning molar massasi bo'lingan eritmani massasi 4900. Demak, shuni ko'paytirilgan 100 ham deylik, prosentga chiqaramiz. Ko'paytirilgan nima deymiz? 100 deymiz. Demak, bular 2 dan 0 ketsa, demak 2 qoladi. 5.9 ni 2 ga ko'paytirsak, bu 11.8% bo'lar ekan. Ana bu yerda demak jiddiy kamchilik bor. Demak, bu yerda nima degan? Bunga bir qarab olaylik mana reaksiyaga. To'liq elektroliz bo'lgan vaqtga mana bu yerda nima hosil bo'lgan? Elektrolizdan reaksiyalarni yozib o'tmagan ekanmiz. Demak, to'liq elektroliz bo'lgan vaqt degan metallar chiqdi degani. Demak, bu kimyoviy jihatdan imkonsiz narsa bu. Nima uchun kimyoviy jihatdan imkonsiz narsa? Chunki marganesni demak potensiali vodorod potensialidan ancha kichik, manfiy bo'lgani uchun demak birinchi marganesdan oldin albatta vodorod ajralishi kerak. Kislotali muhitda hech qachon marganes ajralishi mumkin emas. Neytral muhitda ikkovi vodorod va marganes aralashib ajraladi. Demak, bu yerda juda jiddiy bu xatolik bu. Ikkinchidan, agar faraz qilaylik, marganes ajraldi deb faraz qilgan vaqt ham demak hosil bo'lgan kislota bilan reaksiyaga kirishib, baribir yana ion holatga qaytgan bo'lardi. Shuning uchun bu nimada umuman yuz bermaydigan jarayonni demak qog'ozda demak yuz berishi mumkin bu narsa, lekin aslida real hayotda laboratoriyada hech qachon yuz bermaydigan jarayonni masalaga aylantirilgan. Keyingi endi 4-shartni o'tamiz. Endi boshlaymiz endi 4. 4-sharti nima deganda endi kaliy sulfat. Demak, kaliy 2SO4 necha mol edi o'zi? Hozir bir ko'rib olaylik o'sha molni. Kaliy 2SO4. Necha mol edi kaliy 2SO4? Bunga qarasak, demak bu qanday reaksiya o'zi? Ion ko'rinishga o'tdik, kaliy 2SO4 aralashib ketdi. Mana narsa mana bu yerda ekan. Demak, kaliy ana bu. Xo'sh, bu 17 mol edi-ku bu. Demak, kaliy 2 mana 3.4 mol bo'lsa, demak ana bunisi demak bu bo'ldi. Ana endi kaliy ionlar qanchadi? Demak, kaliy ionlari demak 3.4 mol bo'lsa, demak kaliy 2SO4 qancha bo'ladi? 1.7 mol bo'lib qoladi. Endi 1.7 mol bo'lsa, demak ajralgan qismi demak qanday ajraladi? Kaliy 2SO4 demak kaliy plus ion 2 plus SO4 2 minus ajraladi. Demak x ajralgan bo'lsa, demak bu 2x bu x bo'ladi. Demak jami 3x ion bo'ladi. Demak 3x demak plus demak 6.8 kamida bu. Demak barobar bo'lib qoladi 7 ko'paytirilgan. Demak 1.7 minus x bo'lib qoladi. Demak bu yerdan x barobar bo'lib qoladi 0.51. Endi 0.15 yozaman, 51 bo'lib qoladi. 0.51. Endi alfani hisoblasak, alfa barobar bo'ladi 0.51 bo'lingan jamisi 1.7. Demak bu ham barobar bo'lib qoladi 0.3% bo'lsa 30%. Demak ikkinchi xato bu. Demak bu juda suyultirilgan bu eritma. Suv ajralmagan-ku. Demak bu yerda 30%lik nima bo'lib qolyapti bu? Dissotsiyatsiya darajasi bo'lib qolyapti. U kaliy sulfat juda yaxshi eruvchan tuz bo'lgani uchun bu 100% chiqish kerak edi. Demak bu ham ikkinchi juda jiddiy ilmiy xato bo'ladi. Biz hamma nazariyada kaliy sulfat yaxshi eriydi deymiz, va bu yerga kelib qolsak 300 elektron bo'lib qolyapti. Demak 30%lik bo'lgan. Shuning uchun mana bu ham jiddiy ilmiy bo'lmagan xato edi. Tamom.